Assalom. Sizlar bilan birgalikda men kinochi Uz. Xo'p, bugungi videomizda shuni tahlil qilamizki, yaqinda chiqqan Thor haqidagi xullas teaserni ko'rib chiqamiz. Teaser albatta ajoyib, hammasi zo'r ketyapti. Xo'sh, Thor qizidan bu Thorning qizi adashmasam, Thor momaqaldiroq va chaqmoq, momaqaldiroq va sevgi filmida eslaringda bo'lsa, Gordi qizini o'zini qizi qilib oluvdi. Xo'p, davom ettiramiz. Mana Thor oldiga kelib o'tiryapti. Men seni yaxshi ko'raman, chaqmoqlardan ham deyapti. Endi otasidan so'rayapti. Ota, men sizni momaqaldiroq chaqmoqlarni boshqarish qobiliyatini berganingizdan xursandman deyapti. Endi siz qayting va menga qurolimdek keladigan kuchni bering deyapti. Iltimos dada deyapti. Qaranglar mana. Ko'zidan yosh chiqib ketyapti. Iltimos deyapti. Men hech qachon yutqazmaganman. Momaqaldiroq chaqmoqlarni boshqarib kelganman. Dada, iltimos. Menga uni yutishda yordam bering deyapti. Mana. Thor albatta, ya'ni Thor will return. Qaranglar. Thor will return in Avengers Doomsday. Xo'p, bu nima degani? Thor albatta qasaskorlar qiyomat kunida qaytadi deyapti. Bu o'z aniq edi. Endi dekabr 18-dekabr 2026-yil. Bu bo'lsa film chiqishiga ketayotgan daqiqalar yoki meni sevgan taxminim qiyomat kuni kelishiga qolgan daqiqalar. Xo'sh, teaser shulardan iborat edi. Enasini hamsin. Xo'p, boshidan ko'rib chiqamiz. Xo'p. Bu yerda hozir o'rmonlar ko'rsatilyapti. Xo'p, bu nima degani? Chunki bilasizlar, yaqinda chiqdi Kapitan Amerika haqidagi teaser. Ana shu teaserda ham fermadan boshlanadi. Bunda bo'lsa tabiatdagi o'rmondan boshlanyapti. Endi mana Fazer degan yozuv chiqdi. Bu degani Fazer dedi. Ovozini. Mana. Ovozini qaranglar, itni jimirlatadi. Meni qizim. Uni qutqarish uchun menga kuch bering deyapti. Xo'p. Qaranglar mana. Qizi bu Thor sevgi va chaqmoq filmiga belgi bo'lishi kerak. Qizi borligi. Sochlari bo'lsa menimcha qasaskorlar abadiyat jangi filmiga belgi. Qaranglar, sochlari olingan. Qo'lda Stormbreakerni ko'tarib turibdi. Stormbreaker yasalgani qasaskorlar o'sha abadiyat jangi yana. Otasidan so'rayapti endi. Endi siz o'ldingiz, lekin menga kuch bering. Uni yengish uchun kuch bering deyapti. Men sizni momaqaldiroq va chaqmoqlardan boshqarib keldim deyapti. Xullas buni aytdim sizlarga. Qaranglar. Ko'zdan yosh chiqyapti. Bu umuman qaysidir filmga belgi deb o'ylamayman, chunki hech qaysi filmda Thor yig'lamagan. Xo'p. Ovozni qaranglar-da. Ha, bo'pti. Qaranglar. Hozir tahlil qilib ko'rikchi. Oldin nima bo'ldi? Albatta bu Thor Ragnarok filmiga qanaqadir bog'liq. Mana teoriyam bo'yicha. Bolalar, sizlar Telegramda sizlar qanaqadir pul sarflab o'tirib kino ko'ryapsizlarmi? Mana shuni yeding deng. Bu Marvel filmlari bo'tdi, xohlagan kinolaringni vapshim. Mana bot. Qaranglar. Xohlagan kinolaringni chiqarib olsalaring bo'ladi. Temur odam xalq deysizlarmi, chiqarib beradi mana Luboyni. Mana Deadpool. Xullas obuna bo'lib qo'ymasalaring uyati mana.
Mana yuqori sifat 480 pikselda ko'rishlaring mumkin. Xo'p, biz bo'lsa videoga qaytamiz. Men buni qanaqadir yo'lda Thor Ragnarok filmiga bog'layapman. Xo'p, chunki Ragnarokda Thor nima desam bo'ladi? Xullas, eslaringda bo'lsa, kamalak ko'prigi ochilgan. Albatta ochiladi. Qaranglar, hozir menga muhim bo'lgan eng muhim ko'rinayotgan narsa bu filmda balo bo'ldi. Bu filmda Thor aynan mana shu filmdan keyin qancha yaqinlar o'lib ketadi. Dadasi o'ladi. Bundan oldingi filmida bo'lsa ayasi, onasi demoqchiman. Xullasda mana shu filmga qanaqadir bog'liqligi bor-da buni. Ham keyin qaranglar. Mana bu hozirgi Valkyria. Endi oldingizini ko'rsalaring, вообще. Menga avvalgi holingda ko'p Che. Bu bo'lsa oldingi Valkyria. Hozir. Mana samoviy kemasi odatdagidek ichib yuribdi. Sizlar ko'rmagan bo'lsalaringlar. To'r qafasda. Aytgancha filmni o'zim Telegram kanalimga tashab qo'yaman. Va shu oldingi Valkyria, va shu haqiqiy Valkyria. Xullas bu qisqagina cameo edi. Sizlar uchun hasil. Xullasda videoning oxirini qayg'u bilan tugamaydi. O'zi bu teaser tahlil edi. Qanaqadir Thor Ragnaroklarga o'tib ketdik. Bo'pti. Xayr. Shunaqa desam ishonasizlarmi? Albatta ishonmaylar. Chunki qaranglar. Buni ham qarang. Xullas Ragnarokda вообще ham ko'p yaqinlarni yo'qotgan Thor. Loki deysizlar, Loki ikkinchi safar yutdi, lekin Ragnarok to'g'ridan-to'g'ri davomi. Cheksizlik jang, abadiyat jang. Qizini o'g'irlab ketgan menimcha Doktor Doom. Mening fikrimcha qizini o'g'irlab ketgan. Chunki Kapitan Amerikani ham o'g'lini o'g'irlab ketgan bo'lsa kerak. Chunki bilasizlarmi, vaqtlar buzg'unchilik qilganlar Doktor Doomni oilasini buzilishiga sababchi bo'lgan. Xullas shu oila bo'ldi. Aytgancha Marvel Entertainment reklama uchun pul olmaymiz. O'zi obunachimiz 4 ta bo'lsa katta gap. Shu javob qo'yib marazi plos. Xayr.